kuniga 90 mingdan oyiga 2 million 700 ming so'mdan tushadigan 36 oyga Gentra avtomat. 4 ta balonlar ishlari yaxshi holatda. 4-pokoleniya metan, hop. Umumiy hisobda 167 ming yurgan. Konditsioner ABS Euro variant lyukgacha bor do'stlar. Video registrator, antiradar, pioner kolonka hammasi joyida qoladi do'stlar. Motorda hadovoyda umuman ishi yo'q. Mana shuni o'zingiz nomingizga boshlang'ich to'lov bilan xohlang 24 oyga, xohlang 36 oyga qilib beraman. Kelsangiz tepasida gaplashamiz. Tan narxidan ham kelishiladigan joyi bor. Kraskasini albatta o'zingizlar uchun tekshirib olasizlar. Mana shu mashina kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiraman. Iloji boricha SMS yozing. Çünkü ko'pchilik telefon qiladi. Shuning uchun ko'pchilikka javob bera olmayman. Adresni aytib o'taman. Jizzax shahar Bowling markazining oldida joylashgan. Mana bu eski Xalq banki mana shu burchakda joylashgan. Mana shu to'planib turgan mashinalar sotuvda. Kelaverasizlar, tepasida gaplashamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.